4-chi qism. Televizor yana echildi. Men bir til sagaklashib ketdim. Xuddi tunigan kashtikiga o'xshash qo'rqinimdan o'rnimdan chachirab turib ketdim. Shu topda o'zimning yana tunsaylis qilganligimni bayqadim. Mehmonxonadagi televizorda televiziya programmasi qo'yilyotdi. Yo'qab ketgan oyoq izimi aslidagi o'rinda bor edi. Bir xil so'g'uq butun badanimni qoplab, butun badanim qo'rqinishdan titrab ketdi. Ammo mening tunji inkosim Ming Yifanni chaqirib, yolg'on aytmaganligimni isbotlamoqchi edim. Lekin nihoyat tezla men texmi qo'rqinchli bir ko'rinishni bayqadim. Ming Yifanmo mehmonxonadagi kresloda o'tirgan bo'lib, men bu tarafda, u bu tarafda. U qo'lida televizorning tizginligini tutgan holatda ikki ko'zini ching yumib, tüp-tüz holatda televizorga qarab o'tiradi. Menda azaldan tunsaylisi qiladigan ish yo'q. Lekin tunigun kesh bu uyning hujursida yotgandan keyin odamning aqli yetmaydigan holda tunsaylis qilishga boshladi. Ammo bugun kesh Ming Yifan bilan birga uxlasam, malla emas, Ming Yifanmo tunsaylis qilishga boshladi. Garchi men bu ishlarni xurofotlik deb qarasammo, uyda masala borligini to'liq jazm qildim. Uning ustiga g'oyib bo'lgan oyoq izi yana paydo bo'ldi. Mening tunji inkosim bu yerdan qochish. Bu uyda masala bor. Biroq Ming Yifan texchi tunsaylis qilyotdi. Men g'ayratga kelib, uni ikki qatim chaqirdim. Lekin men bek yuqori ovozda baqirishga jur'at qilolmadim. Chunki tunsaylis qiladigan odam cho'chib uyg'onib ketsa, osonli psixikasidan chatoq chiqadi deb anglagan. Yelim yaxshi past ovozda chaqirgan bo'lsam-mo, Ming Yifan yanada uyg'ondi. Bu ko'zini echib, angvaqqan holda menga qarab turib qoldi. Qo'lidagi tizginakmo yerga tushib ketdi. U birdam hang'iqib turayotgandan keyin esiga kelgandek atrofga bir qo'r qarab, ko'zi hujur uyining eshigi oldida paydo bo'lgan loy oyoq iziga tushganda eg'izini buzib tillab ketdi. O'lgur. U shundoq deb vaqirgancha men bilan korimi bo'lmay, o'milab qopib uydan uchqandek chiqib ketdi. Ming Yifan, iflos, meni saqlab tur. Menmo qo'rqib ketgachga telefonni elibla uydan yugurib chiqib ketdim. Ikkimiz pastga qarab yugurdik. Bir daqiqami to'xtashga jur'at qilolmadik. Toki bu mahalladan yugurib chiqib ketganga qadar. Shu topda Ming Yifanning sapmi kashimi tushib qolgandek turadi. To'rt atrofda odam yo'q ko'cha bo'lib, faqat yiroqdan tozalik ishchilarining yasib turayotgan ovozini anglag'ili bo'ladi. Qandaqmi mumkin bo'lsin? Qandaqmi mumkin bo'lsin? Men iniqli karvat yetib uxlagan edim-ku. Ming Yifanning inkosi meningkidan kuchli bo'ldi. U aslida nihoyat yurakli odam. Lekin bundaq ishga yo'liqqanda kimmi qo'rqmay tura olsin? Uningga bir haza qarab etgandan keyin so'radim. Men xo'jayin, u uyda rostla ish chiqmagandimi? Umi menga qaradi. Chiroy ifodasi intayin sat edi. Uyni sen satsang, men po'xni bilamdim. Men tek senda so'ramoqchi bo'layotsam. Men hozir kapolatlik qilolmayman-jimi? Ish qilib, men ilgari sotquchidan so'raganda chatoq chiqib qolmaganligini aytgan. Uning ustiga saqchilarni tekshirib bo'ldi. Saqchilarning sotquchiga yordamlashib yolg'on so'zlashi mumkin emas-ku. Aras, mahalladagi heliqi mo'mayning menga degan bir ishi esim kelib qoldi. U ilgari bu uyni bir qatim setilgan degan. Setvoqchi dal mush qatim sotquchi ekan. Lekin bu sotquchi bu uyni setib olgandan keyin uyda turib boqmagan. 10 yil bekor turgandan keyin ondan bizning do'konga kelib sotgan. Ming Yifan bu gaplarni anglab hang'iqib qoldi. Agar uyda masala bo'lmasa, bu sotquchi nemishqa uyni shuncha uzun vaqt bo'sh qo'ydi? U uyni ijaraga bergan taqdirdami, bu 10 yilda xeyli ko'p pul topa oladi emasmi? Shu topda Ming Yifan ikkimiz bu uyda biror ish chiqmagan desa, hargiz ishonmaymiz. Hay, rostili nasbasti. Bu ishni hozir bir taraf qilish tas. Ming Yifanning chiroyi intayin sat edi. Men uning maqsadini tushundim. Bu uy hozir chuqum qaytirib etildi. Chunki biz uyga ko'zitish apparati o'rnatdik. Biz chuqum ko'zitish apparatini setib oluvchi ayolga ko'rsatishimiz kerak. Agar biz ko'zitish apparatini ko'rsatmasak, xuduksirashning ifodasi.
Biroq ko'zish apparatini ko'rsatsak, bizning uda 2 qatim g'alati holda tunsayli siqig'inimiz isbot bo'ladi. Bu ishni boshqalarga qanday tushuntiramiz? Bu ishni yushurg'ili bo'lmaydi. Hozir uy qaytarish kichik ish. Cho'ng ish bo'lsa, vositachilik haqqini qaytaramiz. Navoda setib olg'uchi bizni arz qilmoqchi bo'lsa, undaqda biz pulni qaytarib qolmay, yana arz haqqini qo'shib qaytaramiz. Bu uyda cho'qim masala bor. Senmi u oyoq izini ko'rgansan? Oyoq izining gepi chiqishi bilan Mingyifanning chiroyi yana tatirib ketdi. Men burun tunsayli siqmaydim. Sen dapaqa, men qanday qilib tunsayli siqib qoldim? Ko'zimni echibli ko'ginim. U so'zlab shu yerga kelganda qo'rqib ketganidan oxirini deyolmadi. G'alati yeri men anglagan igiz boshliq oyog'ining yo'lmangan ovozi, yana tomni oqlagandagi ovozi. Meni texmi qo'rqitqini boy ko'rgan oyoq izi bilan tunuginki oyoq iziga ozroq o'xshamaydi ekan. Tunuginki oyoq izi ushluq, kaynida bir kichik yumaloq iz bor. Uning ustiga hujur uyning eshigi oldida yo'qab ketdi. Bu yiliq igiz boshliq oyoq igisining hujur uyga kirib ketganligini bildiradi. Ammo bugun ko'rgan oyoq izi dal uning aksicha edi. Demak, bugungacha igiz boshliq oyoqning igisi hujurdan chiqib ketgan. Mingyifan ishkimiz tong otquchi mahallaning sirtida turdik. U ikki odamni chaqirib, yiliq nas bosgan uyga billa berib kirib beqishni aytdi. Amaliyotda ishkimizning qaytib ketgimiz yo'q. Lekin amal qancha? Agar u uyni yaxshi bir taraf qilmasak, rostila sotqa tortilib qilishimiz mumkin. Men telefonimni elib, do'konimizdagi ishki xizmatchiga telefon qildim. U ikkisi amdila o'qish bitirgan oliy maktab o'quvchisi bo'lib, birining ismi Shiping, yana birining ismi Li Xingyang. Xeyli gap anglaydigan yoshlar. Bu ishkaylan mening telefonimni elib, nima qilarini bilmay qoldi. Men mo telefonda ularga ortiq gap qilmadim. Faqat ularni darhol taksi to'sib kelishga buyurdim. Mingyifan ularga kira haqqini otchot qilib bermoqchi bo'ldi. Taxminan yarim soatdan keyin bu ishkaylan kayni-kaynidan yetib kelib, Mingyifan ishkimizga noshtilikmi og'ach ketdi. Sheping o'zlarini uy setish uchun chaqirib keldi deb o'ylab qolgandek qiladi. Mingyifan chiroyi tatargan holda o'tirdi. Xaridor ilib bo'lmaymiz, o'zimiz ko'ramiz. Yarim yil ilgari ikkinchi xo'jayin sotgan heliqi bir yurish uydan haqiqatan chatoq chiqdi. U uy pokiz emas ekan. Sheping bilan Li Xingyangdek oliy ma'lumotli ishki yosh gapimizni tushunamay danq etib qoldi. Pokiz bo'lmasa, mulozimat shirkatlarini tepib tozalatmasak bo'lmamdi. Poqonni tozdivat. Men u uyda alvasti bor ekan deyapman. Biz aniq tushundiramay, amalsiz Shepinglarni elib u uyga qaytdik. Bu ikkisi tabiiyli bizga ishonmadi. Ikkimizni ular bilan o'ynashyotdi deb o'ylab qoldi. Nimalar degan bilan shu g'alati ishlarni o'z beshidan o'tkazib baxmaganlar bizning gapimizga hargiz ishonmaydi. Biz nihoyat tezla u uyga qaytib keldik. Har bir uyni bir qatim ko'rib chiqdik. Ammo bu chaqda vaqtni bir yerga berib qolgachqa, uylar burunqidek pokiz edi. Oyoq izimi ko'rinmaydi. Oxirida biz yana bir qatim kuzatish apparatini echishga majbur bo'ldik. To'timiz kompyuterning oldida cho'ridab o'ltirib, kech soat 11 dan boshlab tortilgan ko'rinishni qaytalab qo'ydik. Ko'rinishi sahar soat 12 bo'lganda kuzatish apparatidan tuyuqsiz ishik chekkan ovoz anglandi. Bu Li Xiumini izlab kelgan qizning ikkinchi qatim ishik chekishi edi. Mingyifan bilan ikkimiz vaqtincha ishik chekilgan ishni o'ylashmadik. Suratni yana tiziltib qo'yishga boshladik. Lekin nihoyat tezla Mingyifan ishikni ochgan chaqda men darhol to'xtish knopkasini bosdim. Butun badanim chaqmoq suqayotgandek bo'ldi. Mingyifan bilan ikkimiz ko'zimizni yug'on echib, bir-birimizning sovuq tarlarining shirildab eqiyotganligini ko'rdik. Ko'rinishda Mingyifan ishikni ochgandan keyin ishik sirtida asla odam yo'q. Kuzatish apparatida faqat Mingyifan ikkimizla bo'lib, ishik ichida ahmoqlarcha turgan edik. Ishik sirtida hech kim yo'q, bir odam yo'q. Hey, ishik chekilgan ovoz aniq tursa, sirtda odam yo'q-ku. Li Xingyang kuzatish apparatidagi ko'rinishni ko'rgandan keyin nima qilarini bilmay qoldi. Sheping ishonmagandek g'o'dirab qo'ydi. Sen ahmoqma? Cho'qim birisi bemani chaqchaq qilib, ishikni chekib bo'plar qechib ketdi. Bizning binoda kichik bolalar doim shunday qiladi. Amaliyotda rostilla shunday bo'lsa yaxshi bo'ladi.
Ammo kecha Mingifan ikkimiz bir qizning eshik sirtida turganligini ko'rdik. Men mehmonxonaning eshigiga o'rnatgan telekamera dal mehmonxonaning eshigiga qaratilgan. Agar eshik ochilsa, eshikning sirtini, hatto eshik sirtidagi liftning kirish eg'izini suratga tortqili bo'ladi. Biroq nemishqa ko'zish apparati Mingifan ikkimizni suratga tortib oldi, lekin u qizni suratga tortolmadi. Mingifan ikkimizning chiroyi tatirib ketdi. Kallamiz sal tortishib, davomli o'ylashga jur'at qilolmadik. Ko'zitish apparatidagi keyingi ko'rinish qo'yildi. Aslida Mingifan u qizga tanbih berib, paranglashayotgan bo'lishi kerak edi. Lekin ko'rinishda u qiz asla ko'rinmagachga Mingifan o'z-o'ziga gap qilib, xuddi ro'y kasaldek havoga ochiqlanayotdi. Sheping bilan Li Xingyangmo benormallikni his qildi. U ikkisi qaytib qolgan Mingifanga qarab, sal o'ng'aysizlangan holda so'radi. Xo'jayin, siz kimga gap qilyapsiz? Mingifan titrab og'zini ochdi, ammo bir ig'iz gapmi qilolmadi. U haqiqatan qo'rqib ketgan edi. Men titrab turib tushuntirdim. Oqshom birsi ishkini chekdi. Bir qiz bola. U qiz oldingi kuni kelib, Li Shomi ismli bir ayolni izlayman deb ishkini chekkan. Uni ustiga Lawming ishkimiz uni ko'rdik. Lekin ko'zitish apparati nemishqa ko'rinmayotdi. Sheping bilan Li Xingyang o'rnidan turib qo'rqqanidan bizga qaradi. Li Xingyang yugurib berib, mehmonxonaning pardasini ochib, uy ichiga quyosh nurini tushirmoqchi bo'ldi. Ammo bu uyning yuritishi yaxshi emas bo'lib, deriz pardasi ochilgan taqdirdimi, mehmonxona taskay qorong'u turadi. Qandasiga undaq bo'ldi. Ko'zitish apparati ishkinglarni suratga ilib olibdi. Nimishqa ishkini chekkan qizni suratga tortolmaydi. Ishkaylan kallasidan o'tmadi. Balkim biror narsani tushungan bo'lishi mumkin, lekin deyishga jur'at qilolmadi. Men yana qandoq tushundiraman? Mening kallamdan o'tmaydig'ini, agar bu uyda rostilla odam o'lib ketgan bo'lsa, uning ustiga u qiz, ya'ni jin bo'lsa, undaqda u mush uyda o'lib ketgan odam shumi?